Men davolatishdan qochmayman, davolatsam o'zimni farzandim, o'zimni qizim. Ha bu qizingni o'zi boru qadri yo'qmi uyda? Ha qizingga sovchi bo'lib kelishganda katta va'dalar bergandi. Hamma yo'g'ini o'zim qilaman, hamma narsasini o'zim qilib qo'ydim. Va qizingizni bersangiz bo'ldi degan edi. Ha mehnatini qilyapti, ota-onasiga qarayapti. Ha bu ozgina dard tortib yotganda haqqi yo'qmi ozgina yotishiga? Qachon bir og'rib qolsa, bor ota-onang davolatadi. Bor ota-onang davolatadi deb jo'natishadi. Sog'lom bo'lib qolsa, olib ketishib mehnatini qildirishadi. Qachon bir nevaring og'rib qolsa ham, darrov ota-oniga bor deb otasi jo'natadi nega? Men davolatishdan qochmayman. Vazifam qizim, farzandim, jigarim. Kuyoving ham sal mas'uliyatni his qilsinmi? Buni bunaqa yezalayligini bilganimda bermasdim qizimni. Iloji yo'q endi bolalar ajratammaysan. Erkak kishini zimmasida bo'ladi, ayolini, farzandini mas'uliyati. Ha mas'uliyatni sal his qilish kerak-da u ham. Sal og'rib qolsa, otasinikiga jo'nata olmasdi. Xudoyga qo'shib qo'yaman, yuraverasan xudoy bilan.